Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun men Behruzbek. Bu maqsadimiz biz diamond topishimiz kerak bo'ladi. Bitta bo'lsa ham topishimiz kerak. Hozir boshladik. Mana o'yinni boshlaymiz. Birinchi bo'lib daraxt chopishimiz kerak bo'ladi. Keyin tosh, yana temir, keyin ana diamond topsak bo'ladi. Chopib olishga bu yaramaschalarni. O'yinni boshi menga yoqmaydi-da, mana shunaqa qilib. Bularni chapib o'tirish kerak, chapib. Tak, bularni choparish kerak. Mana shunchasi yetadi bizga hozir daraxtimiz yetadi. Birini bersak, tayoqcha va yana bitta qo'yamiz va kirkaga yasa pastga kavlaymiz. Sizlarga Messi yoqami, Ronaldo yoqami? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana birinchi temir. Qancha hozir olmaymiz-da uni. Tosh kirka qilgandan keyin olamiz. Shuning uchun mana bu kirka taxta kirkasini incha kavlaymiz. 60 ta tosh beradi. Jalasa voy. Tosh kavlashimiz kerak bo'ladi. Bu yaramas toshchalarni kavlashdan bezor bo'lib ketadi-mana. Bunday kamar bilan. Kirkani fikiniga saqlab bo'lsa, ham zo'r bo'lardi. Hayot 4 ta, 35 ta, 36 ta, 37 ta, 38 ta. Mana shunaqa yaramas narsalar chiqib qolishi umuman yoqmaydi. Bachoq narsalar chiqadi bitta. Mana shunaqa. O'yinning birinchi daqiqasida men temir topdim. Omad menga kulib qo'yapti. Olmos bilan ham shunaqa bo'larmikin? Kommentariyada yozib qoldiring. Hozir buni chopish kerak.